بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس 21. Hamsa o'qitishlar darsni boshlashdan ilgari darsimizdagi muhim nuqtalarni yana bir so'zlab o'tib ketaylik. Endi bugungi darsimizda avtor bizga shu infa'ala yanfa'ilu babini o'rgatmoqchi. Endi infa'ala yanfa'ilu babida fa'alaga hamzadan birisi, nundan birisi qo'shilib keladi. Buning turilish ahvoli tuandikicha bo'ladi. Infa'ala mazi, yanfa'ilu mudari, انفعال مصدر، منفعل اسم فاعل، منفعل اسم مفعول، لم ينفعل فعل جهاد، لا ينفعل فعل نفي، انفعل buyruq fe'l، liyanfa'il uchinchi shaxs buyruq fe'l، la tanfa'il bulusiz buyruq fe'l. Undan keyin buni o'xshashlar ism zaman, ism makan, maf'ullan bir shaklda keladi. Endi bu birinchi nuqta, bu darsimizdagi ikkinchi, uchinchi mashqlar qaralsa bo'ladi. Endi ikkinchi nuqta shu infa'ala babining ma'nosi xuddi tafa'ala fa'ala babininki mutava'a, agashma, ta'sir qabul qiladigan bab bo'lgandek, bu fa'alaninki nimasi bo'ladi? Ta'sirini qabul qiladigan, ta'sirini tafa'ala fa'alaning ta'sirini qabul qilgandek, infa'ala fa'alaning ta'sirini qabul qiladigan agashma fe'l bo'ladi. Masalan, fatahtul bab, eshikni ochdim, fanfataha, eshitib ketdi. Fataha, fanfataha. Kasartu, sundirdim, fankasara, sunib ketdi degandek ma'noda. Bu mazmunlar ma'nosini shundaroq tushunsak bo'ladi. Masalan, sharikatni qabul qilgan. Bu mazmun 4-chi, 5-chi mashq qaralsa bo'ladi. Ondan keyin ifta'ala babiga istifhamning hamzasi kelib qolsa, masalan, infa'ala babiga istifhamning hamzasi kelib qolsa, infa'ala bo'ladi. Ikki hamza kelib qolgan o'rinda ikkinchi, ya'ni ziro qilgan hamzani tashlab o'tib, anfa'ala deb ishlatamiz. Masalan, inkasara sujaj, aynak sunib ketdi. Endi bu aynak sunib ketdimi deb ishlatmoqchi bo'lsak, inkasara sujaj desak, inkasara ikki hamza bo'lib qoldi-ku, ikkinchi hamzani tashlab nima desak bo'ladi? Ankasara sujaj desak bo'ladi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu kitobimizdagi 6-chi mashqlar qaralsa bo'ladi bu mazmunga. Undan keyingi mazmun. Endi bizning hozirgi tekstimizda Yawma mat Ibrohim deb qurildi. Inkasafat shams yawmat Ibrohim. Ibrohim o'lib ketgan kuni esa quyosh chiqib qoldi. Bu yerda yawma bilan matining munosabatiga kelsak, bu yerdagi yawm mudaf, mata nim bo'ladi, muzof ilayhi. Yawm jumlaga muzof bo'lgan bo'ladi. Yawm jumlaga muzof bo'lgan vaqtida mu'rab bo'lsa-mi bo'ladi yoki mabni, zivrga mabni bo'lsa-mi bo'laveradi. Bu yerda yawmni muzof deymiz, matani muzof ilayhi deymiz. Bunda misollar Qur'oni Karimda intayin ko'p. Masalan, haza yawmun yanfa'us sadiqin sidquhum shurunda yawm muzof yanfa'us sadiqin sidquhum nima muzof ilayhi bo'ladi. Bu bir nuqta. Bu darsimizdagi 8-chi mashqlar qaralsa bo'ladi. Yana bir muhim nuqta lavla. Endi lavlani biz harfu imtina' li vujud deymiz. Ya'ni lavla odatda ma'lum bir ish yuz berganlik uchun, ya'ni ma'lum bir ishninki yuz berishdan saqlanib qolganlikni ifodalashga keladi. Ya'ni demakchi o'g'ini lavladan keyin shart va javobdan iborat ikki jumla keladi. Shart maydonga kelganligi uchun javob jumlaning mazmuni maydonga kelmadi deganni ifodalaydi. Masalan, lavlal havo lahalakan nas. Agar havo bo'lmagan bo'lsa, kishilar halok bo'ldi. Birinchi shart jumla havo. Havo bo'lish. Havo bo'lganligi uchun javob jumladan iborat kishilarning halok bo'lishi cheklanib qilib, halok bo'lmadi degan ma'noda keladi. Undan keyin ahvol shu lavladan keyin keladigan ma'noni ahvoli shu. Endi lavladan keyin
Kep qolgan ism masalasi bayatimiz lavla al-havo degan al-havo nilam lavlaninki shart jumlasida o'qishimda ama lavladan keyin chiqqan ism xabar tashlangan mubtamidagi havoninki xabar tashlangan lavla al-havo mavjudun degandek ma'no tushunsak bo'ladi. Ondan lavladan keyin inna o'zining ismi xabar bilan qo'shilib kelib qolsa, ism xabar bilan qo'shilib lavlaning hammasining nimasi bo'ladi? Sharti hisoblanadi. Ondan lavlaning xabar javob jumlasiga lam bulishib qolgan vaqtida lam kirisi bo'ladi. Bu nuqta lavla munosabatlik nuqtalar. Ya'ni bu darsimizdagi 9-mashqqa qaralsa bo'ladi. Undan keyingi darsimizdagi mundaq bir qurilma bor. Men Ibrohimu hada degandagi hada deydigan bir qurilma. Bu o'rinda bu Ibrohim kim degan vaqtda haza Ibrohimning nimasi bo'ladi? Sifati bo'lsa bo'laveradi. Ismi ishoratlar odatda ismi alamdan keyin yoki izofatlar ma'ruf bo'lgan ismdan keyin kelib qolsa, nima bo'ladi? Sifat bo'lsa bo'laveradi. Masalan, men Hamidun haza. Bu Hamid kim? Ya'ni Hamid degan bu kishi kim? Arini sa'ataka hada. Sening bu soatini men ko'rib boqay. Liman javozu safar haza. Bu pasport kimningki? Degandek shakllarda ismi ishorat xos ismdan keyin tushsa va izofat bilan ma'ruf bo'lgan, tunishliq bo'lgan ismdan keyin chiqib qolsa, shu xos ismning yoki izofatlar ma'ruf bo'lgan ismning nimasi bo'ladi? Sifati bo'lsa bo'ladi. Undan keyingi bir nuqtaliq mazmun darsimizda limah deb bir dona so'z bor. Ya'ni limah degan so'z yoki oxirgi hani biz haysakdi, ya'ni to'xtashdan haz deymiz. Buning o'xshash holi Qur'oni Karimda ko'p. Masalan, va ma adraka mahiyah mahiyah degan ya oxirgi hech qanday qanaqa zamir ha olmasdan to'xtashdan hasi deb ataladi. Undan keyin darsimizda inna shamsa wal qamara ayatani degan jumlada la yankasifani deb aytiladi. La yankasifani ikkilik fe'l, ya'ni ikkilik qoida. Nima qoida desa bu oy bilan quyosh la yankasifani degan domir oy bilan quyosh qoidasi. Endi oy bilan quyosh ash-shamsi muannas, al-qamar muzakkar, ammo fe'l muzakkar shaklda keldi. Bu qanday desa, odatda mushunga o'xshash taglib, ya'ni ikki narsaga fe'l keltirish to'g'ri kelib qoldi. Birisi erlik, birisi ayollik bo'lib qolsa, buningga birini-birininga qanaqa deb g'alba qildirib, ya'ni birini-biriga kirgizib o'tib, bir asosda muomala qilsak, bir asos tizimli fe'l keltirsak bo'ladi. Masalan, ma'lumda asosli muzakkarni asos qilib turib, fe'l keltirsak bo'laveradi. Masalan, bir odam mening qizim, o'g'lim maktabda o'qiydi desa, qizi ayollik, o'g'li erlik til taqozo qilishni taqozo qiladi. Bunda vaqtda shu erlikni asos qilib turib ham erlik shaklda yadrusani bil jami'a degan shaklda ishlatsa bo'laveradi. Buni o'qib tushungan bo'lsak, tekst kelaydi. Tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib ko'ray. الدرس الهادي والعشرون يجي برنج درس. هاتوا الدفاتر يا أخوان. الطلاب يسلمون الدفاتر. أنا لم أكتب الواجبات يا أستاذ. لما؟ انكسرت نظارتي فلا أستطيع أن أقرأ أو أكتب. عذرك مقبول. وأين دفترك يا معاوية؟ أنا أيضا لم أكتب. انكسرت نظارتك أيضا؟ لا، انقطعت الكهرباء في مهجئنا بعيد صلاة المغرب واستمر الانقطاع إلى منتصف الليل. ينفتح الباب ويدخل عدنان. لماذا تأخرت يا عدنان؟ انقلبت سيارة في الطريق، توقفت المرور. انقلبت سيارة؟ أين؟ في المنعطف الذي بعد الجسر. أسلم الركاب؟ نعم سلموا والحمد لله، لولا فضل الله عليهم لماتوا. كان الانقلاب عنيفا فقد انخلعت الأبواب وتكسر الزجاج. اقرأ الدرس يا تلحة. انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي رواه البخاري. من إبراهيم هذا يا أستاذ؟ هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله عنها. الاسم إبراهيم غير منصرف هو؟ نعم. لما؟ لأنه علم أعجمي والعلم الأعجمي لا ينصرف. Qarindoshlar, daftarlarni olib kelinglar. Abdulloh yusallimuna daftar o'quvchilar daftarlarini topshiryotdi. Ana lam aktubul vajibat ya ustaz. Ustoz, men topshiriqni yozmadim. Lima? Nimishqa? Meniki lima deki hay sektiyani to'xtashning hasi hech qanday ma'nosi yo'q. Inkasarat nazarati ko'zaynikim sunib ketdi. Inkasara infa'ala babidan. Fala astati'u an aqra'a aw aktuba. Men o'qib yozolmayman. Adruka maqbul. O'zringizni, ya'ni sababingizni qabul qilishga bo'ladi. Va ayni daftaruka ya Muaviya. Muaviya, sening daftaring qani? Ana aydan lam aktub. Menmo yozmadim. An kasarat nazaratuka aydan. Sening ko'zayniking sunib ketdimi? Ma'runda an kasarat asasi in kasaratda ikkinchi hamza tushib ketgan. Shunga an kasarat deb o'qiymiz. لا انقطعت الكهرباء في مهجعنا بعد صلاة المغرب واستمر الانقطاع إلى منتصف الليل. Tok bizning yatqimizda shamnamizdan kella uzilib ketdi. Inqata'a infa'ala babidin. Wastamarra al-inqita' ila muntasaf al-layl. Kechining tang'icha uzilish, kechining tang'icha davomlashadi. Inqita' infa'ala babin chiqqan infial masdar. Yanfatihul bab wa yadkhulu adnan. Shik echilib adnan kiradi. Infataha yanfatihu yanfa'ilu babina. Lima ta'akhkharta ya adnan? Adnan nimishqa kechikdi. Inqalabat sayyaratun fi at-tariq wa tawaqqafa al-murur. Yo'lda bir mashina o'rilib, qatnash to'xtab ketibdi. Inqalaba infa'ala babina. Anqalabat sayyara ayn mashina o'rilibdimi? Nada? Anqalabat asasi inqalabat ikkinchi hamza mana tushib ketgan. Fil mun'ataf alladhi bu'ayda al-jism ba'da al-jism ko'rikdan keyingi aylanmada. Mun'ataf asli inhatafa yana hatifdan chiqqan ismi maf'ul, ismi zaman, ismi makan ma'nosida. Yani aylandi, aylanadigan o'rin degan gap. Yani aylanma. Asalima ar-rukab yo'lovchilar saqmi? Na'am, salimu. Ular saq. Alhamdulillah laula fadlullohi alayhim lamatu. Allohga shukr. Agar Allohning ularga fazli marhamati bo'lmagan bo'lsa, ular o'lgan bo'lardi. Mavrundagi lavla birinchi jumlani mavjud bo'lganligi uchun ikkinchi jumlaning cheklanishini ifodalaydi. Ya'ni Allohning fazli marhamati bo'lmagan bo'lsa, o'ldi. Ya'ni Allohning fazli marhamati bo'lganligi uchun o'lish yo'qolib qoldi, o'lmadi demak. Kanal inqilab anifa. O'rilish qattiq bo'ldi, inqilob. Yani infial ölçümündeki mastar. Faqadin khala'at al-abwab wa takasara az-zujaj. Eshiklar chiqib ketib, aynaklar sunib ketdi. Yani aynak sunib ketdi. In khala'a chiqib ketdi. Khala'a bir narsani tatib chiqaribdi, elibdi. In khala'a elinib ketdi, sug'urilib ketdi, chiqib ketdi. Iqoid darsa ya Talha darsni o'qing. Inkasafat ash-shams yawma mata Ibrahim. فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. إبراهيم ölüp ketken günüse quyosh tutildi. Inkasafa infa'ala babidan chiqqan pila. Yawma mata İbrahim, yawma mudaf, mata İbrahim jumla mudaf ilayh mabni. Faqala an-nas inkasafat limawt İbrahim. Kishilar deyishdi, quyosh İbrahimning o'limi uchun tutildi deyishdi. Inkasafat o'xshashlar infa'ala babidan. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Peygamber aleyhisselam şunu olan mundaq dedi. İnne şemse vel kamera ayetani min ayatillah. Quyosh va oy Allohning alomatlaridan ikki alomatdir. La yankasifani li mauti ahadin va la li hayati. Bir odamning o'lguni va yoki bir odamning tirilgan hayoti uchun bu ikkisi tutilmaydi. Ana la yankasifan
ash-shams wal qamar ikkisiga qaytadi, ammo ash-shams muannas, al-qamar muzakkar bo'lsa, taglib qilib bir-biriga kirgizib o'tib, har ikkisiga muzakkar shaklda keltirdi. Biz bayatdan darsimizning oldida degandek, fa iza ra'aytumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjali. Sizlar u ikkisining tutilganini ko'rsanglar, Allohga duo qilinglar, etilganga qadar namoz o'qinglar. Yanjaliya, injala, yanjali, infa'ala, yanfa'ilu babini chiqqan naqs bil. Ravahul Buxoriy bu hadisni rivoyat qilgan. Man İbrahim haza ya ustaz. Ustaz, bu İbrahim kim o? Yani ki haza İbrahim denini xassimden kim kelgan? Haza İbrahimdan unsurudu, sübtuludu. Ve ibn Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min Mariyatul Qibtiyya radiyallahu anha. O Peygamber sallallahu Mariya Qibtiyya radiyallahu anhadan bo'lgan bolasi. Al ismi İbrahim gayru musrif. Huwa İbrahim degan ism gayru musrif ma'u? Naam. Lima, nimishqa? Yani lima tiki ha isakti, to'xtashning hansi. Li'annahu alamun a'jamiyyun, chunki u ajam xassim, ya'ni arab bo'lmagan xassim. Wal alamul a'jami ajam xassimla munsirif bo'lmaydi. La yansirifu insirafa yansirifdan chiqqan la yansirif. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.